Payg'ambarimiz alayhissalom Madinaga ko'chib borganlarida hijrat qilib, Madina aholisi taqriban 33 ming aholi edi. Forsdan bir tabib keldi, musulmonlar bilan Madinada yashay boshladi. Bir yil yashagach, bir yil ichida biror bir musulmon borib, sog'ligidan tabibga shikoyat qilmadi. Tabib hayron qoldi. Nega bu musulmonlar kasal bo'lmaydilarmi deganda, bu gap Rasulullohga yetib kelganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men va mening ashobim kasal bo'lmaymiz dedilar. Tabib aytdiki, nega endi musulmon ham issiq jon, nega kasal bo'lmaydi deganda, sen buni islomdan izlagin dedilar payg'ambarimiz. Musulmon islomini bilsa, sunnatini tushunsa, payg'ambarni tanisa, kasal bo'lmaydi. Sog'lom yurgan odam, sog'lom turmush tarziga rioya qilgan odam uncha-munchaga kasal bo'lmaydi. O'zi insonda immun tizimi bor. O'zini ichida, organizmda kasallikka qarshi kurashuvchi kuch bor. Alloh taoloning qudratida endi bu mo'jizasida. O'zi tanimizda shu xususiyatni Alloh joylashtirib qo'ygan. Biz o'sha immun tizimini yo'qqa chiqaruvchi nosog'lom hayotga kirishib ketyapmiz. Musaffo hayot, tabiiy hayot, pokiza hayot inshaalloh bizni bu hayotda sog'lom yurishimizga imkon beradi.